Bu qiz marketing bo'yicha ancha-munchasiga dars berib qo'ydi. Keling, kinoni birga ko'ramiz. Kimdir bormi? Sizga nima kerak? Shunday katta uyda suv topilsa kerak-a? Suv uchun katta rahmat. Yovvoyi quyonmisiz? Shunchaki suv ichib ketib yuborasizmi? Sotishga bu narsangiz yo'qmi? Meni o'z xaridorlarim bor. Siz bu narsalar rahmat. Ha, shoshmang. Nima bo'ldi? Ko'rasizmi? Agar siz ham o'z shaxsiy brendingizni xuddi shu qizga o'xshab, o'zini mahsulotini qanaqa qilib yoritib bergan bo'lsa, siz ham o'zingizni xuddi shunaqa qilib olib chiqib bera olsangiz, aniq videolaringiz topga chiqib, sotuvlaringiz ham 2x dan 8x gacha oshib ketadi. Shaxsiy brendini qilmoqchi bo'lgan do'stingizga shu videoni tashlab qo'ying.